Imom Buxoriy rahimahulloh. Uning ismi Muhammad ibn Ismoil edi. U bir kun kemada edi. U yerda o'sha kemada tanishgan bir odam bilan suhbatlashib qoldi. Aslida u odam kim ekanini ham to'liq bilmasdi. Bu inson payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam hadislarini boshqalarga yetkazgan. 19-20 yoshiga kelib u o'z ishining katta qismini allaqachon bajargan edi. Bu uning naqadar ilmda buyuk ekanini ko'rsatadi. Biz esa 19-20 yoshimizda hali qayerga ketayotganimizni ham bilmaymiz. Alloh bizni mag'firat qilsin. Shunday qilib u kemada edi. Bilasizlarmi nima bo'ldi? U o'sha kemadagi do'stiga dedi: "Bilasizmi, menda ma'lum miqdorda oltin tangalar bor. Menimcha 20 yoki 40 ta edi. Aniq sonini unutib qo'ydim. Bu oltin tangalar men ularni qizil sumkada shu yerda saqlayapman. Shunchaki o'g'irlanmasligi uchun aytib qo'ydi." Shunday qilib, haligi odam esa borib kapitan oldida e'lon berishni xohlab qoldi. Bilasizlarmi nima? Men qizil sumkamni yo'qotib qo'ydim. Ichida shuncha miqdorda oltin bor edi. Qing'irligini qarang, tasavvur qiling, bugungi kunda sizda 20 ta tanga sizning sumkangizda va kimdir aytayapti, men ularni yo'qotib qo'ydim va u xuddi aynan siznikidek. Kapitan va boshqalar qidirishni boshlashdi, hammani tekshirishdi, hatto Imom Buxoriyni ham tintuv qilishdi. Taxmin qilinglarchi, keyin nima bo'ldi? Kimdir qila oladimi? Yo'q, ular hech nima topisha olmadi. Men kimdir uni yonidan topildi deyishni kutayotgandim. Yo'q, topisha olmadi. Hamma joyini qarashdi, lekin topisha olmadi. Haligi odam sharmanda bo'ldi. Keyinroq u Imom Buxoriyga kelib dedi: "Hoy do'stim, men qilgan ishim uchun uzr so'rayman. Meni shayton yo'ldan urdi. Xuddi sizlarga aytganimdek, biz musulmonmiz, biz baxtlimiz. Biz o'z xatolarimizni shaytonga yuklay olamiz. Do'stim, meni kechir." "Yo'q, juda kech. Meni o'ldirishingga oz qoldi. Alloh hammamizni mag'firat qilsin." Nima bo'ldi? Imom Buxoriy aytdiki: "Yo'q, men nima bo'lganini ko'rdim. Shu gapni eshitishim bilan darhol sumkani dengizga tashladim." Nima qildingiz? Oltinlarni dengizga tashladingizmi? Ha, Allohga qasam, sumkani dengizga tashlab yubordim. Hammasini tashlab yubordingiz? Aqldan ozdingizmi? Imom Buxoriy aytdiki: "Yo'q, men Muhammad sollallohu alayhi va sallamning hadislarini olib yuruvchi insonman. Bir lahzaga o'yladim, agar bu sumka mendan topilsa, butun umrim davomidagi qilgan ishlarim, obro' e'tiborim yo'qqa chiqadi. Shuning uchun bu sumkani tashlab yuborish men uchun afzalroq edi."